juma kuni yoki juma tunida tirnog'ini oladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu bandani jasadidan jamiki dardni chiqarib yuboradi degan. Jamiki darddan forig' bo'ladi. Ana shu bandani tanasiga Alloh taolo shifoni kirgizadi deganlar. Hammamiz ham bir haftada bir tirnoq olishimiz bor-ku. Xuddi shuni jumaga to'g'irlab oling. Juma kuni to'g'irlab oling. Keyin azizlar, tirnoq olishlikda ham tirnoq olishlik juma kuni sunnat bo'lsa, tirnoq olishlikda o'zini sunnat ko'rinishi ham bor. Ko'pchiligimiz bilmaymiz. Ko'pchiligimiz qaychani o'sha ko'rsatgan olamizda bir boshdan olaveramiz. Tirnoq olishlikda sunnat ko'rinishi azizlar, o'ng qo'ldan boshlashlik kerak. O'ng qo'ldan boshlab, mana bu ko'rsatqich barmoqdan boshlaymiz, qarang. Shu meni yaqinimdagilar qarab o'rganib olsangiz yaxshi bo'ladi. Mana bu ko'rsatqich barmoqdan boshlaysiz. O'ng qo'lingizni ko'rsatqich barmog'ini birinchi olasiz, keyin o'rta qo'l deymiz. O'rta qo'lni olamiz, keyin mana bu nomsiz barmoq, jimjiloq. Mana to'rov barmoqni oldiga, keyin chap qo'limizdan boshlaymiz. Chap qo'limizning jimjilog'i, nomsiz barmoq, o'rta barmoq, ko'rsatqich barmoq, bosh barmoq va oxiri o'ng qo'limizning bosh barmog'i. Tushunarli bo'ldi? Mana atay syomka qilyapmiz, kanallarimizni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Ko'rolmaganlar kanaldan ko'raverasizlar. Mana shu tirnoq olishida sunnat ko'rinish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday ko'rganlar. Shundan tirnoqni olganlar. Bu qo'llarini azizlar, qo'llarini